Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kanalimiz muxlislari, mana ertalab ivitishga hamda mana aeratsiya qo'yib qo'ygan arpamiz ro'parasiz 12 soat bo'ldi. Endi buni o'chiramiz. O'chirib, mana toshlarini olib qo'yamiz. Nasos toshlarini de buni suvini to'kib tashlaymiz. To'kamiz. Mana ustida suzib chiqqanlari ham tushib ketadi, puchlari. To'kib tashladik. Yana bir marta chayib tashlaymiz. Ozgina suv quyib. Chayib tashlaymiz. Qanchalik toza bo'lsa, arpamiz shuncha yaxshi. Buni farqi yo'q, arpami, bug'doyimi, jo'xorimi, mana shunaqa chayiniladi. Ko'rdingiz, yana musor chiqyapti. Nisbatan ancha toza bo'ldi. Ikkinchi chelak ham xuddi shunaqa qilib chayamiz. Endi pauzaga bosib turamiz. Demak, mana arpani chayib oldik. Endi mana bunaqa qopdanmi, xaltadan olinadi, mana shu razmerdagi mana bunaqa boks olinadi. Qopqoqli, mana qopqog'i. Plotni yopiladigan qopqoq bo'lishi kerak. Shunga mana xaltani solib mana xaltani solib mana arpani buni ichiga solamiz. Mana solindi arpa. Endi buni mana qilib og'zini yopamiz. Plotni. Keyin mana qilib buni ham suvini tushirib olish kerak. Iloji boricha suv qolmasligi kerak xaltaning ichida. Xaltaning ichida bu arpa dimlanadi-da, uje o'sishni boshlaydi sekin-sekin nish chiqarib. Ertalabgacha ozgina nish chiqarib qo'ygan bo'ladi. Xudo xolisa. Hop. Ikkinchi chelakni ham xuddi shu ahvolda mana qilamiz. Xo'p, demak bu suvni to'kib tashlaymiz. Kerak suv mana. Bundoq qilib, yopib, mana shundoq qilinadi. Endi ikkinchi chelak ham mana, ikkinchi xalta ham tayyor. Xuddi shu ahvolda ikkinchi chelak ham solamiz. Pauzani bosib turamiz endi. Mana ikki chelakni arpani mana shu yerga dimlab qo'ydik. Buni ertalab yana bir marta o'sha chelakni suvga solib, bir marta shu qopi bilan birga chelakni suvga solinadi, suvini silqitib yana qo'yib qo'yiladi. Shu bilan ertaga kechqurun yana bir chayilayotgan paytini videoga olib, Xudo xolisa siz muxlislarga yana bir video qilib jo'natib qo'yamiz.